Okeanni mazasi kelyapti aka. Assalomu alaykum Beshakanga Atlantikskiy baliqlarni zo'ri kelgan. Ko'ryapsizlar, Beshaka. Sizlar xohlagan vkusda ikki xil variantda axlajnoniy balig'i o'zini shunday okeanda ushab turib, shunday file qilib, kusochkalar qilib, kapchonni qilib, mana hammamizni ko'ryapsizlar. Sizlar uchun tayyor ham. Kelinglar, endi kesishga qiynalib o'tirmaysizlar. Sizlar uchun sizlarni o'ylagan holda kesib tayyor qilib qo'ydi. Katta yeydigan, maza qilib yeydigan okalar uchun ko'ryapsizlar, katta kusoklardan qilib qo'yganmiz. To'g'ri, slaba salyonni lahm go'sht. Umuman ko'chishga bo'lmaydi. Bu slaba salyonni, ya'ni kapchonni maza qilib yeydiganlarga kapchonnisi, kesilmagani bormi deganlar uchun sirazi kapchonnisi. Mana ko'ryapsizlar, tayyor losos kapchonnisi. Go'shtini ham, o'zini ham mazasi zo'r chiqyapti. Buni qaranglar. Sizlar uchun tayyori. Slaba salyonni losos, kapchonni lososlarning lomtiklarini olasizda. Mana ko'ryapsizmi? Tayyor. Mana buni bitta masasini ko'ramiz. Bismillah. Okeanni mazasi kelyapti aka. Nejniy vkus aka. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Kuzatmayotganlarga chekin tashlab qo'yinglar, ishtahasini ochamiz kechqurun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa losos baliqlarni zo'rini yegani Beshakanga kelaveringlar. Xayr.